Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz Vadin Gollandiya. Razmeri 28 razmerda. Qasqonlarimiz alyumin, dur alyumin. Ramalarimiz ham dur alyumin. Ballonlarimiz radnoy o'ziniki ideal holatda. Oldi fonar batareykali. Oldida ikkita fonari bor. Mana bu yonadi. Mana bu yonadi. Qulf kaltlari ham ikkita. Mana bu g'ildiraydi quplaydi mana. Mana bu daraxtga yoki nimadir narsaga qulflamoqchi bo'lsangiz mana bunda qulflaysiz. Mana aha, bunisi ham mana aha, radnoy o'ziniki. Egartayda amortizatorlari bor, rezinkalari bor. Orqada ham fonari ikkita mana. Orqada ham fonari ikkita. Bular ham batareykali. Bular zavodga shunaqa chiqqan. Orqa ballonlarni ham ko'rishlar mumkin, ideal holatda. Loshkalar ham juda baquvvat, mo'shni ishlangan, ikki oyoq mana. Juda ham mo'shni baquvvat ishlangan. 3 ta skorosti bor mana. 3 ta skorostli Nexus yaponskiy Shimano apparat. 3 ta skorosti bor. Oyoq tormozi yo'q bunda, qo'l tormoz, lekin mo'shni baquvvat ushlaydi. Gidravlikalari bor mana. Gidravlikalari. Ruchkalari ham bir nevichniy boshqacha ishlangan. Ajoyib. Holatlari ideal holatda, qisqa qilib aytganda, matviy, qora matviy svetda. Piramida diska 2 qavatli bo'ladi bu. Juda baquvvat diskalar. Alyumin pedallar. Holatlari ideal holatda. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilinglar, like, podpiska bosishni esdan chiqib qolmasin.